mana boltni yonidan yorib yuboradi, sindirib yuboradi. O'sha narsaga e'tiborliroq bo'lish kerak-da birinchi o'rinda. Sardor akamiz Toshkent viloyati Bo'stonliq tumanidan traktor LOW 2204 va 5 korpusli unlu aylama plyugini xarid qildilar va undan tashqari Global Glitsel bilan 4,5 metr lazerli planirovщикni ham xarid qildilar. Akamizga texnikalar yaxshi kunlarda xizmat qilsin. Aka, texnika haqida qisqacha fikringiz, plyuglar ishlatgan ekansiz, boya bitta ma'lumotlar berdingiz, shu ma'lumotlar bilan bo'lishsangiz aka. O'zim Arion 630 haydayman. Mana 2204 Low'da olyapmiz, 220 kuchi. Bunga qo'shib 5 korpusli unli plugi bilan 4,5 metr lazerli planirovka ile rixleteldan oldik. Mana inshaalloh bog'lasa olib boraylik, sinovdan o'tkazaylik, ishlataylik. Nasib inshaalloh yaxshi deyapti hammasini. Borib sinovdan o'tkazaylikchi. Agar zo'r chiqsa, inshaalloh yana olaveramiz bundan. Maslahat beraman, lekin o'zim birinchi marta haydashim to'g'risi, endi o'zimdan fikrimdan kelib chiqqanda hozircha bir narsa deya olmayman. Ko'pchilik plyug ishlatayotganda ozgina xatoga yo'l qo'yadi. To'g'risi men ham boya o'zim o'rgandim akadan. Shu bo'yicha yana qo'shimcha ma'lumotlar, ya'ni plyug yangi ishlatayotgan odamlar bo'lishi mumkin. Yerga kirganda birinchi stoykasi sinib ketayotgan odamlar bo'lishi mumkin. O'shaqa muammolarni bartaraf qilishda aka maslahati bor ekan. Bu birinchi mana u stoykaga eng birinchi nagruska tushadigani bu pirdaxrantir bolt bo'ladi. O'sha pirdaxrantir boltni hech qachon gayka bilan qotirmaysizlar. Buni nima uchun nagruskada bu boltni uzish kerak? Agar buni gayka bilan siqib qotirib qo'yadigan bo'lsalaringiz, buni uzolmay qolgan taqdirda stoykani mana boltni yonidan yorib yuboradi, sindirib yuboradi. O'sha narsaga e'tiborliroq bo'lish kerak-da birinchi o'rinda. Boshqa joyda kamchiligi yo'q. Men o'sha boshimdan o'tgan narsani aytayapman. O'zimdan xuddi shunaqa narsa bo'lgan. Xudo xolasa aka yaxshi kunlaringizda xizmat qilsin. Xudo xolasa texnikalar uyaltirib qo'ymaydi. Bu akamiz ham yaqinda Low traktor xarid qilishmoqchi. Kelishib, ko'rib keldik. Hozir Qaroma, Sakson, Belarus o'zimizning eski MTZlar bilan solishtirgan holatda ko'proq menga Low yoqyapti. Nimaga desa, komfort birinchidan, avtomat korobkaligi, hadeb zig'irlatib urmaysiz mexanikaga, avtomatligi, keyin ichida konditsioneri bor. Har tomonlama qulay ekan qarasa. U o'zim ham haydab ketaveraman, traktorchi ham haydab ketaveradi. Shu fermerlik qulayligi ham shunda bo'lyapti-da. Bu tavsiya qilamiz hammaga. Ana bu ukamizga ko'rsinlar, keyin xudo xolasa biz ham sotib olamiz. Albatta, xudo xolasa bu akalar ma'lumot sifatida aytib o'tib ketaylik. 4 ta texnikani boshlang'ich 10% to'lov evaziga 4 yil muddatga lizing asosida xarid qilishdi. Siz ham keling, xudo xolasa 5% boshlang'ich to'lovingiz bo'lsa ham imkon qadar yordam beramiz. Boya aytganimizdek, texnikalar akalar yaxshi kunlarida, xursand kunlarda xizmat qilsin. Aka yana bir bor tabriklaymiz. Bo'stonliklar akalarga salom aytib qo'yasizlar, xudo xolasa. Hamma texnika turlaridan bor, kelib bemalol xarid qilaversalaringiz bo'ladi. Rahmat aka.